Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi raskladimiz sizda hozirgi vaziyatda nima yordam beradi? 3 ta karta qo'yaman. 3 ta kartadan yoqqanini tanlaysiz. Bu birinchi karta, bu ikkinchi karta, bu uchinchi karta. Men birinchi kartamizni ochishni boshladim. Sizda hozirda nima yordam beradi? Xo'sh, sizda hozirgi vaziyatda nima yordam beradi? Sizga uzoq yo'l, safar yordam beradi. Siz bilmagan haqiqatlarni bilasiz. Masalan, uzoqdagi insoningizni sirini, yashirgan narsasini bilib olasiz. Sababi hayotingizdagi insoningizni uchinchi shaxsi borligini, hozirgi paytda siz ular bilan bitta mashinadasiz. Uzoq yo'l sizga haqiqatlarni ochadi. Sizga nima yordam beradi? Uchinchi shaxsni chiqarib tashlashingiz yordam beradi. Siz hozir faqat o'y-xayol og'ushidasiz. Sizga yaqinda qandaydir siz bilmagan xabar keladi, ammo bu xabar sizga yoqmaydi deb birinchi kartamizni tanlagan insonlarimizda aytmoqda. Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz sizga hozirda nima yordam beradi? Xo'p, sizda baxt yo'lingizda to'sqinlik bor deyapti kartalarimiz. Sizni hayotingizda erkak kishi kirib kelishini ko'rsatmoqda. Erkak kishimiz bu kartalarimizda ko'rayotgan bo'lsa, ayol kishi kirib kelish haqida aytmoqda. Sizga yordam beradigan narsa bu tinchlik, xotirjamlik, sayr bo'lsa ham biroz yo'lga chiqishingiz, baxt yo'llaringiz, o'ylagan narsalaringizdagi to'sqinliklar ochiladi. Siz istasangiz hamma narsa bo'ladi, faqat istasangiz bas. Faqat siz qandaydir hayotingizni boshqarishni bilmayapsiz deb kartalarimiz aytmoqda. Uchinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Uchinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz sizda hozirgi vaziyatda nima yordam beradi? Azizlarim, siz judayam boshqacha odamsiz. Bu kartamizni tanlagan insonlarimiz, sizni yuzingiz kulib, qalbingizda aksi bo'ladi. Sizni yuzingiz kulib, qalbingizda aksi bo'lishi haqida aytmoqda. Yo'llaringiz ochilishi, hayotingizda chiqqan inson ba'zida qaytarishni istayapsiz. Afsus, yo'q, inson qaytmaydi. Siz hozirda bitta joyda to'xtab turibsiz. Ichingizda qandaydir gaplarni olib yuribsiz. Sirlarni oshkor qilishingizga vaqt bor deb kartalarimiz aytmoqda. Nimagadir, kimgadir ichingizdagi qanaqadir sirni aytmoqchisiz, ammo hayotingizdagi bu eng katta xato bo'lishi haqida aytmoqda. Sizda hozirda barakasizlik holatidasiz. Baxt yo'llaringizda harakat bor, balkim farzandlaringizdir, balkim nima desam, o'zingiz bo'lishingiz mumkin. Harakat bo'lsa hamma narsa joyiga tushadi demoqda. Sizga yordam beradigan narsa, siz keraksiz, sizga keraksiz bo'lgan odamlarni qo'yib yuborishingiz sizga yordam beradi deb kartalarimiz aytmoqda. Sog' bo'lasizlar.